shunday qonun yaratinglarki, xalqimizga yaxshilik olib kelsin, yaxshi bo'lsin. Xalqning manfaatdan kelib chiqadi. Ko'rishim kerak. Saylovda uchrashgan, gaplashgan gaplarimizni ijrosini. Maktabda nima muammo? Maktabda shu bir asfaltlarni yangilash, moddiy texnik bazasida aytdik. Shunday vatanni seving, vatanni hurmat qiling. Ona vatan deydilar bitta. O'sha ko'chada nechta yosh bolalar bor, bog'chaga qanday borib keladi? Savol tug'iladi. Shu hududdaman bitta muammo kelib chiqyapti.